أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Allah subhanahu wa ta'ala'nın fazl inayetiyle bugün el-mef'ulul mutlaku deyen muşu babını okumakçı. Tünü gün ışık to'xtab qolgan to'q inşallah. Bu yerda maf'ul mutlaq necha qism bo'ladi? Buningdagi nuhatlar, nahviy ilmlar aro talash tortishlar. Uni bir qisqacha bayon qilamiz inshaalloh. Al-maf'ulul mutlaqu. Mutlaqa maf'ul deganlikning o'zi bu nima uchun e, maf'ul mutlaq deb ataldi deganda bu mutlaqo deb atalishi maf'ulninki uningga uygun kelganligini jahtidan. U yana harfjar bilan va harfjarning o'qishidan maf'ulun pi, maf'ulun bih, maf'ulun ma'a, maf'ul li ajli degan bu xil harflar bilan muqayyat bo'lmag'achqa mutlaqo maf'ul deb ataldi deydi. Bu mutlaqo maf'uldan boshqa maf'ullatlar onun uçu bu mef'ul diye isim sadık gelmeydi, uygun gelmeydi. Likellam kanda olup o aş harflerle yüzdünki mef'ulun bih, pi, ma, la. Bu degen muş mukayyedatlarla mukayyet olan çağda anındaki bu mef'ul diye isimga bu isim mef'ulçu uygun geldi. Bulmasa qolganlari hammasi muqayyat o'ziniki bilan harfchar va harfcharni o'xshashligi bilan shu muqayyat faqat mushu mutlaq hamda mutlaq bo'lg'achqa birda bir harfchar va o'xshashli muqayyat bo'lmag'achqa mutlaq maf'ul deb ataldi shu. Xo'sh, uning tarif qandoq deganda tarifi buni da nozim deydi. المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن بمثله أو فعل نو واسم نصب وكونه أصلا لهذين تخب توكيد نو أن يبين أو عدد كسرت سيرتين سير زير شد وقد ينوب عنهما عليه دل كجد كل الجد وافرح الجزل وما لتوكيد فوحد أبدا وسن واجمع غيره وأفردا وحذف آمل المؤكد امتنع وفي سواه لدليل متسع والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندل للز كندلا وما لتفصيل كإما منا عامله يحذف حيث عنا كذا مكرر وذو حسر ورد نائب فعل اسم عين استند ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمبتدا نحو له علي ألف عرفا والثاني كابن أنت حقا صرفا كذاك ذو التشبيه بعد جملة كليبكا كليبكا بكاء ذات عزلة. Hoş. En bu yerda nazım deydi. Mastar degan nima desa, mastar degan bir narsaning ismiki. Mastar degancha bir narsaning ismiki, zaman olmagan bir narsaning ismi. Bir fe'lninki ikki madluldan bo'lgan, ammo uningda zaman yo'q. Bo'lgan bir narsaning ismi o mastar bo'ladi deydi. Fe'lning ikki madluli.
Masalan, emni degan o'xshash, em degan masdar. O'sha aminadan chiqqan em degan kelime, mana o'zining bo'ldi masdar bo'ldi. Emni o'xshashki, aminadan teo emni deydi. Bu yerda fe'l amina. Bunun ikki madluli, ikki ma'nosi bor. Birinchisi zaman, o'tgan zamanni uqtirgan bu bir ma'nosi, zaman ma'nosi. Ikkinchisi hudus. Amina ishonchli bo'ldi, xotirjam bo'ldi degandek fe'lning ikki madluli oldu. Bu yerda biri hadas, biri zaman. Demek pilning demek bu ikki hukmi, ikki madluldan bo'lgan zamandan boshqa. Agar zaman bo'lib qolsa bo'lmaydi, zaman yo'q. Faqat lekinlar nima hadas bor buningda. Bu shundoq zaman bo'lmagan narsaning ismini o'zim deymiz, masdar deymiz deydi. Endi demakchi buningda pil degan ikki narsa uqtirdi demakchi buningda. Biri hadas bo'ladi, biri zaman bo'ladi. Masalan, ondan nima deymiz? Masalan, Kame desek bu kame degan o'tgan zamanni bundan burun bu bo'lgan ishlar amal uqtirdi. Yaqumu desek u bir ishniki hozir yoki buningdan keyin bo'ldiganligini uqtirdi. Qum desakchi u ishning mush soatning o'zida, mush minutda yoki mush sekundda bo'lishini uqtirdi. Qiyam demak masalan u bir hadas bu. Bu bir masdar bo'lgan bo'lib, qiyam degan u hadas. Bu pilning ikki madlulning biri hamdi. Biri hadas, yani biri mana nima pilning ikki madlulning biriki o'z hadas qiyam desak, u hadas. U hadas nimati pilning ikki madlulning pilning ikki ma'nosining biri. Uni yana biri ma'nosi zaman tana. Birisi hadas, birisi zaman. Bu hamda musannifniki ma siva zamani min madlulayil fi'li deganning umuman mush. Xuddi qanday degandek bo'ldi musannifiyadasi masdar degan bir hadasning ismidir degandek qildida. Masdar degan bir hadasning ismi. Amni degan kalima o'xshash. Bu am amina degan bu shu pilniki ikki uqumining ikki dalolatining birisidir deydi. بمثله نو فعل نو واسب نصب وكونه أصلا لها زين تخب deydi. Xo'sh, Ambiyada nasb qilindi yana. Nasb qilindi shu masdarni, masdarning o'qishilan. Yani demek mastar bilen nasıl kılandı deydi. Bir misli degenço aş mastarının oxşilen yak piyallen yak sıfatlen nasıl kılındı o mastar ne demek? Nusibel mastaru bimislihi ev fiilin ev vasfin degendek. Buna ibaretten asli yak. Nasıl kılındı o mastar ne? O mastarının oxşilen. Bunun mastarının oxşi nime? Yani mastar. Mastarmı yüzünki fiilinin əmilini qılalaydigan mastarni zəvər qılalaydigan deməkçi. Məsələn, acibtu min darbika zeydən zarban şədiden deb qoyubduq. Mən seninki Zeydni çox qattiq urğanlığından hayran qaldım debduq. Desək, məşədə acibtu min darbika. Darb degan mastar oldu. Bu o'zining fe'lining amilni qilib berdi. Darabaning amilni qildi. Bu yerda Zaydan degan bu ismni nasb qildini. Yoki Udran Zarban degan Zarban shadid degan bu mavsufat bu mastarni zavar qildi. Mastar meyda darb degan mastar darban shadidan degan bu mastarni zavar qildi. Demek bundaq zavar qilindi. O mastarning nimene zavar qilindi? Mastarning o'qishlan. Yani mastarlan zavar qilindi. Ya fi'llan yoki sifatlan deydi. Fi'llan bo'lgani zarabtu zaydan darban dedik. Masalan, bu yerda darban deb zarabtu zaydan zarban dedik. Bu
mastarni darban degan mastarni zarabti bilan nasb qildik. Vasf bilan bo'lg'ini, ya'ni sifat bilan bo'lg'ini ana doribun zaydan darban dedik. Bu ism foillancho darban degan mastarni zabar qildik. Shunga o'xshash qanday qilindi ekan? Zabar qilindi mastarning o'qishi bilan, ya'ni mastardan nasb qilindi. Mastarni shu fe'l bilan nasb qilindi va u mastarni shu sifat bilan nasb qilindi deydi. Ham buni biroz bu shundoq. Va kavnuhu aslan liha zaynun tuhib deydi. O mastarning asli bo'lishi mushu ikkisiga. O mastarning asli bo'lishi nimaga? Mush ikkisigaki pillan sifatga asli bo'lishi tanlandi deydi. Demek bunun biraz besirülük ve kupilik olmalı arsıda ve başka kavimler arsıda kanç kavim tartışıyorken doğrusu şu besirülünün göz karşı. Besirülükle deyken mastar asli deyken de pillen sıfat bu ikisinden çıkan. Pillen sıfat bu ikisi o mastardan türlengen. Bu ikisinin anısı pillen yani sıfatın anısı mastar deyken. He, unda qo'ygan ekan mastar asli deydi ekan. Ko'piyliklar deydi ekan, yo'q, pil asli deydi ekanda. Mastar u pildan turlangan deb. He, yana bir qavm deydi ekan, mastar asli pil uningdan turlangan deb manda ham deganlar bor. Masalan, qanday ko'piyliklar degandek. U nima uchun? Mastar asli pil uningdan turlangan, vas pildan turlangan deb bana deydi ekan. Basri hülço pil hem sıfat ikilisi mastardan türlengen deydi. Ma bir qavm yo'q. Mastar asli. Pil mastardan türlendi. Sıfat pildan türlendi deydi. Bir qavm bilan bu basriliklarniki o'xshashmay qoladi. Faqat ama uniki mastarning asli ikkiligida bo'labilir ittifoq. Ama ko'piylikda basirlikda mastar asli pil va nima sifat mastardan turilgan ikkisi deydi. Ma bir qavm deydiki boshqa birlar. Yo'q bunda mastar asli pil mastardan turilgan sifat pildan turilgan deb mana deydi ekan. Yeni bir ko'z qarash ekan Ibn Talha degan bir kishi. U deygan har biri mastardan va pildan bo'lgan har biri o'ziga mustaqil alayda asli. İkisining birisi yana biridan turlangan emas deb o'ynar ekan. Buning da demak 4 xil ko'z qarash bor ekan. Amma yada va kavnuhu aslan liha zaynun tuhib degan yanimizda musannif shuni tarjima qilibdi ana. Bu mastardanki asli bo'lishi bu ikkisi uchun qaysi uchun fe'llan vasf uchun asl bo'lishga tanlandi, ixtiyor qilindi degan qaraganda musannif mana shu bastirliklarniki tarafida degan chiqdida buningdan. Mastar asli fe'llancho vasf uningdan turlangan deganga bordi. Demak, sahiy ko'z qarash shu birinchi ko'z qarashki basirlikning ko'z qarashi shu demakchi. Chunki har qanday shohchi bo'lgan narsaga har qanday shoh nim bo'ladi? Aslan ziyoratni o'z ichiga oladi-da. Aslan ziyoratni o'z ichiga oladi. Uni qaraganda fe'licho nima ham asli ma'nosi borki hadas bor. Ziyorat borki zamon bor. Demek bunun qaraganda mana bu farqi bo'lgan bu fe'l far'i degan chiqdi endi. Mastarga qaraganda mastar asli fe'l far'i degan chiqdi. Har qanday far'icho aslini va ziyoratini o'z ichiga oladi ekanda. Xo'sh. توكيد نوع أن يبين أو عدد كسرت
seyreteyni seyre zireşed. Em bu yerda mef'ul mutlaqni üç türge bölüptü de bunun. Mef'ul mutlaq üç bölündü demekçi. Üçünün birisi amilni ta'kidluvchi bo'ladi deydi. Aşkar qiladi o nima masdar tavkidilib tavkidilgan bo'ladi. Ya'ni amilni ta'kidlagan bo'ladi yoki nav'ini bayon qilgan bo'ladi yoki son sanoqni bayon qilgan bo'ladi. Sirtu sayratayni sayra zi rashad degan bu misolga o'xshash. Masalan, omilni ta'kidlab kelgani qaysi zarabtu darban. Ben qattiq urdum degan chiqdi-da bundan. Boshim bunda yoki hay'at yoki adat yo'q. Ben mancha qata urdim, ancha qata urdim degan gap yo'q bunda. Zodi urushni ta'kidladim ben. Qattiq urdim degandek. Yani zarabtuni ta'kidlamadim ben. Zarban, zarabtu zarban deganda. İkincisi bunun nev'iyetini, türünü bayan kıladı. Mesela sırtu sayrazi raşat dedik. Sırtu sayrazi raşat. Men naiti toğru yol tapqa adam mangandek mangdim. Yaki sırtu sayran hasanan. Naiti nimço naiti güzel bir yol mangıştı mangdim. Degendek. Yolun otturdu müstakim tüptüz sıratal müstakim Müslümandım degandek mesela bunun da bu minişinin heyetini bayan qildi da neviyetini mesela qaysi xil minishda manğanligini bayan qildi. Üçüncüsü san sanaqni bayan qilib keladi o deydi. Masalan darabtu darbatayni yoki darabtu darbatan darabtu darbatayni yoki darabtu darabatin degandek bir urdim ikki qatim urdim yoki jiq urdim degandek. Mana mushunga o'xshash balki mastarcho qanday qilib keladi? Biri omilni ta'kidlab keladi. Zarabtu zarban degandek yoki nav'iyatni bayon qilib keladi. Sirtu sayran hasanan yoki sirtu sayra zi rashad degandek yoki son sanoqni bayon qilib keldiki sirtu sayratayni degandek. Mundaq tavkid qiladi, omil ta'kidlash bo'ladi yoki nav'iyatni bayon qiladi, hay'atini yoki o son sanoqni bayon qilib keladi deydi. Xo'sh. وقد ينوب عنهما عليه دل كجد كل الجد وافرح الجزل. Endi masdardincho och masdarni uqtirgan narsa ba'zida qanaqa qilib qoldi? Naib o'rin besib qilib qoladi. Ba'zida va qad yanubu. O qad degan kelima hurf qad harf. Agar bu harf modi kirsa tahqiqni paydo bo'ladi. Chuqur mustaqildi. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim xoshi'un degandek. Qad meyada cho'qim musulmonlar ki ular o'z namozicha xushula o'qib musulmonlar namoz xushula o'qib musulmonlar cho'qim najot topdi degandek menda qad mozi kirgachga tahqiqni o'qitadi mayadi juma baytda vaqat yanub degan bu muzori kirib qoldi qad mozi kirsa tahqiqni paydurdi muzori kirib qolsa taqlilni paydurdi turdi. Yani bazı vakitte demek. Şimdi bazı vakitte orun besip kılıp kılıyordu. O meslerden, ay meslerini uqturgan nasi orun besip kılıp kıldı. Cidde kullel ciddi vafrahil cezel degan o'xshash. Cidde kullel ciddi duqta. Sen keskin olgan. To'liq yüz keskin bo'lgan ciddi. Chaqchaq ham arilishib qolmasin demakchi-da. Vafrahil cezel ve sen şunda qattiq bir xushal bo'lgin degandek. Mayalda qanday qoldi deganda mush kul degan bu kelime bu yerda mastarga izof qilindi. Al jid degan kelimaga. Oyat karimda kelgandek pala tamilu kullal mayli degandek bir oyatlim bana.
O'shaldachu kul qanday qilindi? Al-mayl degan mastarga zab qilindi da. Ee, Demek bu mastarni uqtirgan kelime bazı naip qiladi o deydi. Mush kul al jiddin naip keldi. Al jazalcho al farahdin naip keldi. Yaki bu hamde mastardan mesela naip oldu. Mastarni uqtirgan narsa. Kul, ba'd o bu degan o'xshash. Yoki ondan başqacha masalan aşu fil mazkur yuqoridagi pilningchu mastarga mingashkichi bo'lgan mastarga o'xshash. Masalan, qaattu julusan debdik. Qaattu julusan, farahtul jazala degandek. Yoki ifrahil jazala misal degandek. Qaattu julusan deganimizda men bu qat'iy o'ltirdim demakchi-da ikkalasi bir. Ammo men qaattu qu'udan deganning o'rnida julusan kelmaydi. Julus degan kelima qaattu julusan degandacho julus qu'udning o'rnida naib bo'lib keldi. Qaattu qu'udan degan o'rnida qaattu julusan deb julus degan masdar bu quvutning murodi bo'lgan masdar va quvutning o'rnida naib bo'lib keldi. Ikkinchisi ma'noda o'g'ashqa. Ma'nodash bo'g'ashqa. Jazal degancha bu yerda jazal al farahning o'rnida keldi. Bu ma'nodash bo'g'ashqa. Yani onundan başka mesela bu orunda oturup kalırlar cekken bunanda. İsmi işaret edilirken yani onundan başka o meslerden zemirim oldu orunda oturup gelirken mesela ismi işaret oğuna kaysıysa zarabtuhu zalike darbe diye olmuş. Dalike darbının orunda oturup geldi. İsmi işaret meyden meslerden orunda olduğu değil. Mesela zamir mi mastarın orunda oturup keldiken de zarabtuhu zeyden degen. Zarabtuhu darben zeyden demek aslında. Zarabtu zarben zeyden degendik. Ayet-i Kerim bayağı la uazzibuhu ahaden minel alemin degendik. La uazzibu azaben ahaden minel alemin demek aslında buna da. Ay bu benim şu mastardan. La uazzibu azaben. Azab degan mastardan zamirki hu naib bo'lib keldi. Mana shu o'xshash mastardancho mastarning zamiri ham naib bo'lib kelgan ishlar bor deydi. Xo'sh. وما لتوكيد فوحد أبدا وسن واجمع غيره وأفردا deydi. Endi mastar muakkatning tasniq qilish durust emas edi. Va bir narsaki tavkid cho'g'im bo'lgan narsa. Bir mastarki omilni ta'kidlash uchun kelgan mastar tavahhid abada uni mango mufrat qiling. Bir qiling. Tasni va jami qilishga bo'lmaydi deydi. Masalan, zarabtu darban deymiz. Çünkü bu darben degen aşu tekrar tapkan pilinin orunda. Daraptu darben degen mesela darbenço pilinin orunda geliyordu. Yani demek ki daraptu degen de kılıcı da. O pil normalde testin cemi kılınmaydı. Lekin pilinin orunda kelgen ekan daraptu darben degen. Bu vakitte bu darben talama özünün amilini ta'kidlab kelgan bo'lsa, uni tasdiq qilishim durust emas va uni jami qilishim durust emas. Balkim uni mufrat keltirish vojib bo'ladi. Tavahhid degan amirga banan, amirga vujud to'xtirdi ya. Agar shu vujudning ma'nisidan o nimadan o amirninki vujudni uqtirdigan vücudni uqtirgan dalolatidan uni qayirayotgan bir qarina kelmagan qadar arab amirdan mutlaq ma'nosi vujudni uqtirdi. Tavahhid degan qaraganda buni mufrat keltirish vojibgan degan shu vahid degan amirdan olyapmiz.
Onu herkes qanday qilolmaydi. Bu yerdagi talama bu masdar o'zining omilni ta'kidlash uchun lam kelgan bo'lsa, tasni va jami bo'lmaydi. Ammo muakkidning boshqa so'z kelib qolsa cho'damda. Ta'kid uchun kelib qolib qolsa bir xil dedi. وسن واجمع غيره وافردا تسني قيغن وجميم قيغن اي تاكتن غيرني ديلو وافردا ومفرد مقيغن تاكتن غير شون كيف قبقاسا امس درس تسنيم درس وجميم درس مش درس سيرا خوش وحسب عامل المؤكد امتنع وفي سواه دليل متسع Muakkidning omilning hazbi mamnu bo'ladi deydi. Uni nima qilinmaydi? Hazbga chiqib bo'lmaydi. Uning boshqasida bir dalilning jahdidan muakkidning omilning g'ayrida bir dalil bo'lsa muttasa o omilni hazb qilish nihoyatda keng qilindi. Keng tushadi u. Ammo talama qachoniki bu yerdagi muakkidning bu yerda nima bo'lgan bo'lsa bu masdar muakkid bilan bo'lgan bo'lsa muakkid muakkid bo'lgan bo'lsa uning omilni hal qilishga bo'lmaydi deydi. Demek masdar muakkidning omilning hasbi durust emas. Çünkü masdar muakkid degan gapimiz chiqib turdi ana. Ta'kidlovchi masdar yana kuchlantiruvchi tavkid yani taqviya manda kuchlantiruvchi degan gap bo'lgan turuqliq talama muakkid degan bo'lsa u omil hasb qilish foydasiz bo'lib qoladi, uni zidimiz bo'lib qoladi. Chunki bu yerda bu muakkidni masdar muakkidni keltirish uning omilni chingitish, omilni bekitish, omilni kuchlantirish uchun bo'lgan ekan. Bu yerda bu hazb uningga munofi bo'lib qoldi, uningga zid qarama qarshi bo'lib qolgan bo'ladi. Shu vajidan muakkidning omili mahzub qilish, hazb qilish mamnu. Muakkidning omilini hazb qilish bo'lmaydi deydi. Agar muakkidning g'ayri bo'lib qolib qolsa, uningki omilni hazb qilsa bo'ladi. Vaz qilishi yoki javoz yoki vujub tariqada az qilsak bo'ladi deydi. Bir dalilni ajratgan bo'lsin. Masalan, sayra zaydin debdi. Bunda omil azb qilindi. Masalan, nima debdi? Bir odamning javobi debdi-da. Ayya sayrin sirtda. Debdi bunda siz qandoq nima qildingiz? Qandoq yo'l mangdingiz debdi. Böyle neviyetini uqtırmak için. Kimning o'qishdek mandingiz? Bundoq o'rin susmandingiz mı? Yoki shundoq qadam nihoyatda bir ruhliq, shundoq bir jushqun holatda alayda nim bilan yuqori qadamlar bilan shundoq mandingizmi degandek, masalan, buning naviyatini o'qimoqchi. Ayya sayrin sirta. Qandaq yo'l minishda yo'l mandingiz desa sayra zaydin. Zaydaxunning mangandek mangdim debdi. Sayra zaydin. Zaydning sayraqini dek dedi mana. Buningda şu sirtda degan bu yerda omil hazb qilinib ketdi. Buni o'xshash agarda bir qarina dalolat bo'lib qolib qolsa, hazb qilsak bu durust deydi. Masalan, undan boshqa Mağo sırta ayya sayrin sırta diyelikimizi yak sayra zeyden olduk. Bunun da sırta diyen amile sıfattık. Bu amile neviyet noktuğun buldu. Mesela onu başka bir adam kem darab da zeyden. Zeyd ise neç kata muşladınız, neç kata urdunuz ise darabatayni depti. Bunun da asıl zarabtuhu darbatayni. Urdum ben o zeytin şıkkıtım vurdum diyendek. Onu orada darbatayni dep kopması kipaya deydi. Buna mıydak amilini azb qilsak durust. Eğer amil keltirsak meyli deydi. Hoş. Onun başqısı da onun başqısı çok delilinin cahdinin nayeti ken oldu ya muttasa. Demekçi hem de bunun da
Eğer bu kana hukuk kıp kalsa, amilni ta'kidlamay, amilni ta'kidlashdan boshqa, masalan, nim bo'pti, amilni adatni bayon qilish uchun yoki nav'iyatni bayon qilish uchun kelgan bo'lgan bo'lsa, nim bo'ladi, uningda durust. İlla amilni ta'kidlash uchun kelib qolgan bo'lsa mamnu, uning boshqasi uchun bir dalilning jihatidan bu keng tarqalgan, buni nima bu xil omilni azb qilib o'tish kengchilik qilingan bu bobda deydi. Xo'sh, darsimizning davomi keyingi dars bo'ladi inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.